Zino qildim va zinodan tug'ilgan bolamni o'ldirdim dedi. U ham chiq ket bu yerdan dedi. Chiq ket bu yerdan axloqsiz ayol. Daf bo'l. Daf bo'l. Ayol qalbi parchalangan holda ketdi u yerdan. Ikkinchi kun ayol yana takror keldi. Men tavba qilishni istayman dedi. U yana daf bo'l bu yerdan dedi. O'sha paytda vahiy keldi. Unda aytildiki, ey Musa. Ey Musa. Tavba qilgan birini nima uchun rad qilding? Ey Musa, tavba qilgan birini nima uchun rad qilding? Bu ayoldan ham yomonrog'i bor, bilmaysanmi? Bu ayoldan ham yovuzrog'i bor, bilmaysanmi? Musa dediki, ham qotil ham zinokor, bundan yomonrog'i kim bo'lishi mumkin? Aytildiki, namoz o'qimaydigandir. Bilib turib namoz o'qimaydigandir. Alloh nazarida zinokordan, qotildan, yolg'onchidan, g'iybatchidan, foiz yegan va foiz bergandan-da yomonrog'idir. Namoz o'qimaydigan bilan oila qurilmas, do'stlik qilinmas, undan do'st bo'lmas, birgalikda ovqat yeyilmas, yo'l yurilmas. Namoz o'qimaganning yuzi qorayadi, qalbi qorayadi, hayoti qorayadi, uning uyi qorayadi. Kimki mendan yuz o'girsa, albatta azobli hayoti bo'lur.